Insonga boylik keltiradigan, kambag'allikni ketkazadigan duolar bormi? Bor albatta. Tajribalardan o'tgan duo bor. Bu savol avvallari ham berilar ekan. Jumladan Hazrati Ahmad ibn Musa rahmatullohi alayhiga qavmi tomonidan shu savol ko'p berilar ekan. Bu Ahmad ibn Musa rahmatullohi alayhi imomlarni faqihi, valilarni kattalaridan bo'lgan ekan o'zini zamonalarida. Odamlar kelishar ekanda, imom bizga bir duo o'rgating, ishimiz yurishmayapti, dehqonchiliklarimiz bundoq bo'lyapti, savdolarimiz undoq bo'lyapti, bizga duo o'rgating deganlarida ushbu duoni o'rgatganlar. Imkon boricha yodlab oling va qayerda o'qishligingizni ham Xudo xolasa aytaman. Duo shunday. Bismillahirrohmanirrohim. Allohumma ya man huwa yaktafi an jami'i xalqihi va la yaktafi anhu ahad min xalqihi. Ya ahad man la ahada lah. Inqata'a ar-raja'u illa minka wa khabatil amalu illa fika wa suddatit tara'iqi illa ilayka. Ya ghiyathal mustaghithin, ya ghiyathal mustaghithin. Mana shu so'zni 7 bor takrorlab qo'ysin debdilar o'sha kitobda. Duo qilasiz, Xudo xolasa albatta duolar ijobat bo'ladi. Buni qayerda aytasiz? Masalan aytaylik, siz dehqonsiz, katta bir paykaliga tarvuz ekkansiz yo qovun ekkansiz. O'sha gektarning o'rtasiga borib, qiblaga qarab shu duoni o'qing. Yoki savdogorsiz, erta bilan chiqib o'sha tovarlaringizni sotmoqchisiz. Sotishdan oldin ushbu duoni qilib, keyin soting. Yoki yo'lda kira qilasiz, hali ish boshlamadingiz, erta bilan chiqib, rolga o'tirib, Xudodan astoydil so'rab, keyin ishni boshlang. Va oxirida mana shu ya ghiyathal mustaghithin 7 bor takrorlab, ya arhamar rohimin deb duo qilasiz. Xudo xolasa ijobat qilguvchi Parvardigor olamni o'zi. Meni birinchi bor ko'rib turgan odam hayron bo'layotgandir, domla jigarni rasmini qo'yib olib, nimaga bunaqa gapiryapti deb. To'g'ri, bu bizni ishxonamiz. Hindiston klinikalari bilan shartnoma qilganmiz, Shifokorvoni Medical Turizm qonuniy firma. Agar sizda jigaringizda muammo bo'lsa, buyragingizda muammo bo'lsa, doktor sizga tashxis qo'ydi, buni transplantatsiya qildiring, yetib ketdi, F4, oxirgi bosqich, almashtirib yuboring degan tashxisni bersa, mana shu telefonlar, shaxsan o'zimning telefon raqamlarim, bemalol aloqaga chiqing. WhatsApp, Telegram bor. Sizni Xudo xolasa qonuniy yuborib, qonuniy kelishingizga albatta inshaalloh yordam beramiz.